Xullas, akam ne olib kelganlar, bizga shu ko'chada muammo bo'layotgan ekan. Oldin labovoy sonsiz aytishdi, qorarog'ini urdirgan ekanlar. Qora, ko'kimtir aralash kelayotgan bo'lsa, mana. Bu yog'i bor, bu yog'i yo'q mana. O'zini oynasida, misol uchun hech nima yo'li ko'rinib turibdi. Bu yoq tarafdan siz ko'rsatadigan bo'lsam, ko'kimtir ko'rib bilamasizmi? Demak, bu yerdan misol uchun uzoqdan ko'rgan gaishni xodimlik akalarimiz buni qaraydi. Demak, plyonkasi bor deb ular to'xtatib mazgina muammo bo'layotgan ekan. Shunga bizga olib keldilar. Biz endi buni shilib tozalab, globalli, prozrachniy, xudo xolisi standartda o'tadigan sonsiz aytishli plyonkasidan qilib beramiz. Bularga ham qilingan mana ko'rib olishingiz mumkin. Mana ko'k, mana hamda oba ko'ryapsiz. Hozir yechilganda ham qo'lga olib ham siz ko'rishdaman. Yordam bering. Ammo ko'k bo'lsa ham lekin yaxshi ekan. Ozgina kireklari qolyapti-yu. Oba. Mana. Plyonkamiz qoratdan keyin beradi, uzoqdan xullas. Qancha kelganlar. Navodo sifatli tonirovka, laminatsiya, branirovka xizmatlari bo'yicha murojaat qilaverasizlar.